o't qopidagi toshlar qayerdan paydo bo'ladi? O't qopidagi toshni qanaqa qilib ketkizsa bo'ladi? Faqat operatsiya yo'limi yoki qanaqadir giyohlar, dorilar ichib ham o't qopidagi toshlardan qutulsak bo'ladimi? Menda palon razmerli demak toshlar mavjud ekan deb ko'pchilik murojaat qiladi. Bugun aynan shu haqida gaplashamiz. Ya'ni o't qopini o'zi umuman shakli tuzilishi, funksiyalari va u yerda qanaqa qilib tosh paydo bo'lishi, ya'ni kristallar paydo bo'lishi yoki bo'lmasa uni qanaqa davolash haqida sizlar bilan bugun to'liq gaplashamiz, xudo xolasa. Mirazim, Humoyun. Assalomu alaykum. Xo'p. Bugungi qismimizda birinchi navbatda men o'ylaymanki, o't qopini morfologiyasidan bitta tanishib olsak qisqacha bo'ldi. Qarang, qisqaligini sababi ularning funksiyalari yoki boshqa alomatlariga to'xtalib o'tirmaymiz. Asosiy tosh qatdan paydo bo'lish haqida va undan xalos bo'lish haqida gaplashsak. O't qopi jigarning osti sohasi, o'ng qovurg'a osti sohasida joylashgan bo'lib, kichik noqson shaklda bo'ladi. Uzunligi 8-14 cm gacha, eniga 5-7 cm gacha tashkil topgan bo'ladi. Uning vazifasi jigarda ishlab chiqarilgan o't suyuqligini saqlab, oshqozon ichak sistemasiga yetkazib berish bo'ladi va o't qopi 3 ta qismdan tashkil topgan bo'ladi. U bo'yin, tana va ichki qismdan va undan tashqari oshqozon ichakka yetkazib beruvchi kanal qismdan tashkil topgan bo'ladi. Juda yaxshi. O'zi o't qopidagi toshlar qayerdan paydo bo'ladi? Qanaqa qilib paydo bo'ladi deyishinglar mumkin. O't qopidagi toshlarning birinchi muammosi, paydo bo'lishining muammosi o't qopida, demak, safro suyuqligi, ya'ni o't suyuqligining o'zi kamayishidan kelib chiqadi. Eng birinchi muammoimiz shundan. Xo'p, u kamayganda birinchi navbatda organizmda estrogen moddasi, demak, ko'tariladi, to'g'rimi? Bundan tashqari insulin, kortizol va xolesterin miqdori oshadi. O'zi umuman olganda xolesterin va bilirubin moddalari ikkalovi ortganda o't qopiga cho'kma bo'lib tushadi va ular birlashib tosh hosil qiladi. Qanaqa tushundinglar? Hozir tushunmagan bo'lsanglar, shu joygacha yana qaytadan ko'rib olsanglar bo'ladi. Demak, asosiy sababimiz o't suyuqligining kamayishi va ba'zi estrogen, bilirubin yoki insulin yoki xolesterinning ortishining hisobiga, demak, tosh hosil bo'ladi. Xo'p, yana qanaqa sabablari bor? Asosiy sabablar nasliy bo'ladi. Misol uchun, ota-bobolarimizdan o'tib keladigan bu xolitioz kasalligi hisoblanadi. Undan tashqari fosfolipid moddalari kamayib ketishi natijasida bilirubin va xolesterin moddalari birikishi natijasida cho'kmalar hosil bo'ladi. Kam harakatlilik, kam suv iste'mol qilish natijasida ham ko'p holatda uchraydi. Juda yaxshi. Demak, gen suradi. Ha, nasliy surilish ehtimoliyati bor. Gen ham suradi, to'g'ri. Bu gen surishi odatda agar onada bo'lsa, gen surar ekan, ya'ni o't qopida toshlar onasida mavjud bo'lsa, demak, odamning surish ehtimoli bor ekan. Bundan tashqari homiladorlik davrida va sahrli diabetik, ya'ni qandli diabet kasalligi bilan chalinganlarda ham, demak, tosh bo'lish ehtimoli juda ham yuqori bo'lar ekan. Toshlarning miqdori demak, bir donadan 100 donagacha bo'lishi mumkin va uni hajmiy o'lchami ham kristallikdan to tosh darajasiga yetishi mumkin. Uni ranglari ham har xil bo'ladi hammada. Bundan tashqari bilasizmi, o't suyuqligining kamayishiga sababchilar bor. Uzoq muddat dieta qilish ham insonga, demak, o't qopidagi o't suyuqligining kamayishiga sababchi bo'lar ekan. Yoki xolesterinli, kuydirilgan, qovurilgan oziq moddalari, go'shtlar misol uchun, oqsillar yoki yog'larni juda ko'p miqdorda yeyishimiz sababli ham, demak, o't suyuqligi kamayib ketishini sabab bo'lar ekan. Biz bu o't suyuqligini normada ushlab turishimiz uchun albatta probiotiklar ichishimiz yoki sabzavotlar, ya'ni ovushlar juda ko'p miqdorda yeyishimiz va yana qo'shimcha qilsak bo'ladimi qanaqadir? Foliy kislotalarni iste'mol qilish. Foliy kislotada fosfolipidlar tanada kamayib ketishi natijasida ham fosfolipidlarni iste'mol qilish. Fosfolipid vazifasi bu, demak, bilirubin va xolesterinni birga birlashib cho'kma hosil qilishini oldini oladi. Shuning uchun fosfolipidlarni ham qo'shimcha ichib tursa bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari biz pastda retseptlar berib o'tganmiz. Barcha retseptlardan bemalol foydalanishingiz mumkin. Barchasi ishonchli, qaysi giyohlar siz uchun foydali bo'ladi yoki tayyor retseptlarimiz ham mavjud. Va uni davolashdan oldin yana bitta holatni ko'rib chiqsak, mana hozir bizning kuzatayotganlar ichida o't qopini oldirib tashlaganlar bor uje. U toshi bor, oldirgan. Ularga qanaqa maslahat berishimiz mumkin? Ular juda kuchli qovurilgan, yog'li, dudlab pishirilgan, ya'ni kopchonli ovqatlarni iste'mol qilmasligi, kolbasa, fast food mahsulotlarini umuman iste'mol qilmasligi kerak. Gazli, achchiq kofelar umuman ichish mumkin emas. Sutli mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilsin. Sabzavot mahsulotlaridan ham achchiq, nordon ta'mga ega bo'lgan, tuzlangan sabzavotlarni iste'mol qilish umuman mumkin emas. Ayniqsa karam juda ham foydali bo'ladi. Shunday. Xo'p. Endi men yana qo'shimcha qilmoqchi edim. O't qopini oldirib tashlaganlarda hozir organizm qanaqa ishlayotgani haqida ham bir to'xtalib o'tsak. Demak, jigardan o't suyuqligi ajalib, to'g'ridan-to'g'ri, demak, ichakka o'tib ketyapti. Ichaklarda o't tuzlari va yog'lar umuman parchalanmasgan holatda tushyapti. Buni hisobiga ichaklarda og'riqlar paydo bo'ladi. Bundan tashqari diareya holatlari ham kuzatilib turadi. Qo'shilasizmi shu gapga? Qo'shilaman. Undan tashqari ichaklarni kuydirib qo'yish holatlari ham bo'ladi. O'shaning uchun kun davomida tez, misol uchun bir kunda kam-kamdan 5-6 mahalgacha ovqat iste'mol qilib turish tavsiya qilinadi. Kam-kamdan. Yarim porsiya, 0,5 porsiyada tez kam-kamdan ovqat iste'mol qilib tursa, o'sha o't xaltadagi suyuqlik o't xaltada yo'q,
o't qaltaga yig'ilmasdan to'g'ridan to'g'ri ichakka tushyapti. Ichakda birdaniga o'sha oziq moddani hazm qilish jarayoniga ishtirok etib, tezroq hazm qilib yuboradi va bu suyuqlik ichakni kuydirmaydi, oshqozonni kuydirmaydi, ovqatni hazm qilish jarayonida ishtirok etadi va bu foydali bo'ladi biz uchun. Biza shaxsan o'zim tavsiya qilgan bo'lardim. O't qopidagi toshlar kattalashganda hech qanaqa dori-darmon yoki fitoterapiya, ya'ni giyohlar hech qanaqasi ta'sir qilishi juda qiyin bo'ladi. Men tavsiya qilardim, hozir sanab o'tgan alomatlarimizni, demak, agar sizda bor bo'lsa, hozirdan lecheniani boshlashingiz, chunki hozir yordam beradi. Og'riqlar yo'q hozir yoki sarg'ayishlar yo'q paytida sizga hozir giyohlar ham, dorilar ham juda ham foydali bo'ladi. Kattalashib, tiqilgandan keyin endi faqatgina operatsiya usuli qoladi. Xo'p, foydali sizga hozir retseptlarni pastda qoldirganmiz. O'shalarni ko'rib o'qib bilib olinglar. Faqat yana bitta narsani tushunib olinglar, o't qopini oldirib tashlashni men tavsiya bermayman. Mana doktorga borganimizda to'g'ridan to'g'ri o't qopini oldirib tashlash kerak, bo'lmasa bo'lmaydi, olib tashlashimiz kerak yoki bo'lmasa kanali, ya'ni naychasini kengaytirishimiz kerak deb operatsiya usulini taklif qilishadi. Undan oldin yaxshilab buni 2-3 ta doktor bilan maslahatlashib olinglar. Mutaxassislarning bittasini o'zini fikri bilan xulosa chiqazmaydi. Bundan tashqari men yana bitta qo'shimcha qilish xohlardim. Gapira olamizmi hozir? Misol uchun, oshqozonda kislotnos muhiti yoki ishqoriy muhitni o'zgarishining sababi aynan shu bo'lishini yoki esingizda bo'lsa boshida gapirib o'tdik, demak sarg'ayishga bog'lanamizmi yoki umuman semizlikka oqibatlari, nimaga semiramiz? Ha, albatta, yegan oziq-ovqat mahsulotimiz tarkibidagi vitamin, minerallar A, D, E, K va omegalar o't suyuqligi natijasida parchalanib odam organizmiga shimilishi kerak. Bu narsa o't qalta olib tashalgandan keyin bu vitamin va minerallar shimilmaydi-da va to'g'ridan to'g'ri axlat bilan qo'shilib chiqib ketadi. Va o't qaltasini olib tashlagan odamlarda asosan mana shu vitamin, minerallar yetishmovchiligi holati bo'ladi va oshqozon ichakda pH muhitining buzilishi va ishqoriy muhit paydo bo'ladi va buning natijasida oshqozon ichakda gastrit, yallig'lanishlar paydo bo'ladi. Demak, kislotnos muhiti yo'qolib, ishqoriy muhitga o'tib oladi. Kislotnos muhiti yo'qolganda, demak, o't tuzlari ham menimcha uzatilmay qo'ysa kerak. Shunday. Demak, jigarga o't tuzlari yetib bormaydi va o't suyuqligini yana ajalmasligiga sababchilardan bo'lishi ehtimoli katta. Xo'p, endi qanaqa qilib davolaymiz? Davolanishdagi foydali xossalar. Ya'ni hozircha og'riq yo'q bo'lganda sizni davolanish uchun sizga yordam berishi mumkin bo'lgan bir ikkita maslahatlarni aytib o'tamiz. Bunday holatda probiotiklar, bifidobakteriumlar ichib yursa, oshqozon ichakdagi pH muhitini normada saqlab beradi va jigarning o't tuzlarini ishlab chiqarish faoliyatini ham kuchaytirib beradi. O't suyuqligi normada ishlab chiqarish holati kuzatiladi. Kuchli gormonal dori vositalaridan voz kechish, har kuni normada odam organizmi uchun kerak bo'lgan suvni iste'mol qilish, har kuni sport bilan shug'ullanish yoki harakatda bo'lish. Doimiy bir joyda o'tirib ishlaydigan insonlar iloji boricha ertalab va kechqurun piyoda yuringlar. O't faoliyatini, butun tanadagi qon aylanish, butun tanamizni faollashtirib beradi. Piyoda yurishimiz, doimiy sport bilan shug'ullanishimiz. Xo'p, bundan tashqari vaqtida yotib turish ham juda muhim. Chunki organizmda kortizol miqdorining oshishi demak o't suyuqligining kamayishiga yana bir sababchilardan bittasi bo'ladi. Yoki o't suyuqligi kamayganda, demak kortizol normadan buziladi. Kortizol oqibatlarida demak asabiylik, tushkun kayfiyat va xavotir juda ham kuchayib ketadi. Xo'p, men yana o'sha qo'shimcha qilmoqchiman. Imkon qadar to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri hayot tarzi va dietalarni ham normada qilish tavsiya qilgan bo'lardim. Va doimiy ichib yuradigan giyohlarni men sizlarga pastda qoldiraman. Bugungi demak suhbatimiz kim uchundir manfaatli bo'lgan bo'lsa, bemalol qo'llab-quvvatlashinglar mumkin. Like bilan yoki reaksiya bilan yoki qanaqadir savollar, tushunmagan joyinglar bo'lsa yoki bizdan biror kamchilik o'tgan bo'lsa, demak kommentariyalarda uni bemalol belgilab ketishinglar mumkin. Va yana qaysidir o'rtog'ingizda yoki tanishingizda mana shu holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, ularga ham jo'natib qo'yishingiz mumkin. Bizani bu videoni qilishimizdan maqsad demak faqatgina o'zimiz bilimlarimizni oshirish. Bu bilimlardan foydalanish yoki foydalanmaslikdan oldin iloji bo'lsa biror mutaxassis bilan maslahatlashib qilganinglar ma'qul. To'g'rimi? Shunday. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi suhbatlarda ko'rishgunimizcha. Xayr.